Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 3-may sanasi. Va nihoyat Chirchiq shahrida Amir Temur Shoh ko'chasida yangi lor klinikasi ochilgan. Ushbu klinika birinchi o'rinda sizlarga lokatsiyasi bo'yicha aniq tushuntirib o'taman. Klinikani, ya'ni klinika tomonidan chap tomoni Tankovoy uchilishi Amir Temur ko'chasi bo'ylab, bu o'ng tomoni esa Oktyabr, o'sha sobiq Oktyabrskiy bozor tomoni. Demak, lor klinikasi o'sha eskilar aytadi, uxa gorlo nos deydi. Shu yo'nalishi bo'yicha ish faoliyatini boshladi. Ushbu lor klinikasida oliy toifadagi vrachimiz, ya'ni doktorimiz Salimjon Olimovich shu yerda ish faoliyatlarini boshladilar. Juda ham avvalo nima deydi? Alloh hammaga sog'lik salomatlikni o'z vaqtida bergani chin bo'lsin, hech qachon hech kim kasal bo'lmasin. Biroq mabodo degan holatiga lor yo'nalishi bo'yicha sizlarga agar oliy toifadagi mutaxassis, professional doktor kerak bo'lsa, albatta Salimjon Olimovichga murojaat qilasiz. Mana ushbu Salimjon Olimovichga tegishli bo'lgan faoliyatini boshlagan klinikasi. Mana kirish qismi resepsiyon. Bu yerda siz xohlagan tarifdagi narx-navolar. Assalomu alaykum. Mana ushbu narx-navolar bilan ko'rishasizlar. Prayslari ko'rsatib o'tilganidek. Juda ham shinam, ozoda va toza. Inson kirganda ayniqsa hamma joyda tozaligi yaxshi ko'ramiz. Albatta bu yerda bundan tashqari nima deydi, statsionar davolanishlari bor. Hozir bu tomonda vrachimiz ish olib borishyapti, menimcha. Keyinroq kiramiz bu joyda, tanishtirib, keyingi sahifalarimizni sizlar obязательно tanishtirib o'tamiz. Eng muhimi o'zinglar uchun bilib olinglar. Ushbu lor klinikamiz 3 kun bo'ldi faoliyat yuritgani bo'yicha. Adres sizlar uchun mana aniq. Murojaat qilishinglar mumkin. Lavhani tagida ushbu oliy toifadagi vrachimiz Salim akani telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Kelinglar, sizlarni kutib olamiz.